Mirobod tumanidan arzonroq uy qidirganlar uchun 95 ming dollarga 178 kvadrat 5 ta xonali novostroy kottejimizni obzor qilib bermoqchimiz. Kottejlarimizdan 4 ta qurib bitkazilgan, hozirda Ulovda joylashgan, bittasi sotuvda. Xonadonning qurilishiga, ta'mirlariga 100% kafolat beriladi. Bino ichiga kirarkanmiz katta keng xolldan xonalarga o'tishimiz mumkin. O'ng qo'limizda oshxona joylashgan, oshxona mebellari qo'yilgan, oshxonadan uy hovlisiga chiqsak bo'ladi. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qo'l qismidan uyga yerto'lasiga tushsak bo'ladi. Uy katyollari yerto'laga o'rnatilgan. Binoyimiz to'pli pol asosida isitiladi. Qo'ldan to'g'ri o'tarkanmiz, chap qo'limizda umumiy sanuzel. Koridor oxirisida bo'lsa, 30 kishiga mo'ljallangan katta mehmonxonaga chiqamiz. Mehmonxona oldiga panorama romli qo'yilgan, och svetda mo'shka bo'yli yopishtirilgan. Qurilishiga, ta'mirlariga 100% kafolat beriladi. O'ng qo'limizdan ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda ham koridordan xonalar o'tiladi. O'ng qo'limizda guruhda joylashgan birinchi yotoqxona. Uy xonalarining razmeri juda ham katta qurilgan. Koridordan chap tarafda yana bitta xona, o'ng qo'limizda detskiy yotoqxona bo'ladi. Bu xonamizda to'g'ridagi xonani ma'lum sabablarga ko'ra yopib qo'yishgan. Koridordan chap tarafda yana umumiy sanuzel xona, o'ng tarafda bo'lsa ota-onalar yotoqxonasiga kiriladi. Xona keng, yorug', hamma sharoitlar qilingan, o'zining ichida kladovka xona va sanuzel xonasi ham bor. Xonadonimizga egalar 95 ming dollar so'rashyapti. Savdalashib bundan ham arzon xarid qilsanglar bo'ladi.